rahbar birinchi navbatda demak xolisona bo'lishi kerak, ya'ni obyektiv bo'lishi kerak. Agar biz hal qila olmasak, demak u hal qilinadigan idoralarga yoki boshqa instansiyalarga birga chiqamiz. Juda kech uxlayman, o'qiyman ko'p. 50 ta grant o'rinlari ajratilgan. Bu bizning fakultetga aynan Talabalarimizni Malayziyada ko'ramiz. qanaqa reelsda tayyorlash kerak, masalan, Instagramga yoki bo'lmasam TikTokga. Erkatoq talaba bo'lganmiz, o'qishimga hech qachon aloqasi bo'lmaganman. Sizni fikringizcha qaysi biri muhim, diplommi yoki kasb? O'zida harakat qilish kerak. Yashil chiroq degani bu. Oliy ta'lim tizimida juda yaxshi oyliklar. 20 yoshli Alisherga nima degan bo'larsiz yoki qanday maslahatlar bergan bo'larsiz? 20 yoshli Alisher Assalomu alaykum. O'zbekiston Davlat jahon tillari universiteti Xalqaro jurnalistika fakulteti talabalari. Fakultetimizning birinchi ilk soni talabalar bilan nomli suhbatimizga xush kelibsiz. Bugun bizda ajoyib mehmon fakultetimizning ustozi, dekana tashrif buyurishgan. Yaqin vaqt soat ichida biz ularni yangitdan kashf qilamiz. Balki qanaqadir qiziqishlarini bilib olishimiz mumkin, tajribalari haqida eshitamiz va kerakli xulosalarni chiqaramiz degan umiddaman. Demak, kutib oling, Xalqaro jurnalistika fakulteti dekani Matyoqubov Alisher Jumanazarovich. Ustoz, assalomu alaykum. Suhbatimizga xush kelibsiz. Sizni ko'rib turganimizdan mamnunman. Ustoz, birinchi savolim shundan iboratki, ta'lim sohaga kirib kelishingizga qanaqadir bir vaziyat bo'lganmi yoki bir kimdirni maslahati bilan shu ta'lim sohasiga kirib kelganmisiz? Shu haqida gapirib bersangiz. Rahmat savolingiz uchun. Endi ta'lim sohasiga kirib kelishim bizda oilamiz o'zi ta'limda ishlaydiganlardan iborat. Ya'ni mening buvam filologiya fanlari doktori, professor bo'lgan, otam shu sohada mana fan nomzodi dotsent, u kishi, onam dotsentlar. Umuman tog'alarim mana shu sohaning vakillari, shu oliy ta'limda, o'rta maktabda masalan faoliyat yuritishgan. Albatta endi bu oliy ta'limga qiziqish, o'qituvchi bo'lish, demak shu muhitda katta bo'lganimga menga nima deydi, shu asosiy turtki bo'lgan. Va aynan shu fakultetga 2000-yil o'qishga qabul qilinganimda Xalqaro jurnalistika fakultetiga. Demak, u yerda o'qib, shu u yerdagi ustozlarni ko'rib, ko'p ustozlarimiz mana hozirgi kunda ular endi o'tib ketgan, rahmatli. Said Umirov rahmatli ustozimiz, Boybota Do'sqarayev. U kishilarni faoliyatini ko'rib, o'rganib, shularga bir nima deydi, shularga intilganmiz, shularning faoliyatiga qiziqqanmiz va shu bugungi kunda shu yo'nalish bo'yicha ketdik. Demak, katta sabab oila a'zolari, oilaviy muhit va undan keyingi o'sha universitetdagi muhit ham ta'sir qilgan. Ustoz, o'zingiz aytib o'tdingiz, hozir xuddi savolimni sezgandek, bilganlar bor, bilmaganlar bor. O'zbekiston Davlat jahon tillari universitetida bitirgansiz, o'qigansiz va bitirgansiz o'zingiz. Magistr darajangizni ham shu yerda olgansiz, to'g'rimi? Shu haqida gapirib bersangiz. Magistr ham, bakalavr ham shu universitetda bo'lgan, Xalqaro jurnalistika fakultetida. O'sha magistraturaga birinchi kursga qabul qilinganda men dars berishni boshlaganman. Va eng qizig'i 4-kurslarga, ya'ni 4-bosqich talabalarga dars kattalarga. O'zimdan bitta kichkina. Men magistraturaga qabul qilindim birinchi bosqichga. Mendan keyingi kursga men keyin darsga kirganman. Ya'ni ularni deyarli hammasini tanirdim. Menga juda qiyin bo'lgan. Ular meni qabul qilmagan, bir haligi o'rta sifatda qabul qilgan, lekin shu narsani yengib o'tganmiz. Chunki Said Umirov domlalarimiz rahmatli aytganlar, Alisher, siz shu narsani yengishingiz kerak. Do'stlik ko'chada auditoriyaga kirganda ustoz, ya'ni talaba sifatida murojaat bo'lishi kerak degan. Shuning uchun men keyin aspiranturani ham jahon tillarida boshlab o'qishga qabul qilinganman, aspiranturaga o'sha paytda va Sankt-Peterburg davlat universitetida davom ettirganman. Ya'ni u yerda o'qiganman, 2 yildan oshiq muddat u yerda ilmiy ishim tayyorlab, keyin Toshkentga kelib Milliy universitetda himoya qilganman. Fan o'sha nomzodligini. Hozir bizda dekan sifatida, fakultetimiz dekan sifatida faoliyat olib boryapsiz. Taassurotlaringiz qanday? Fakultetimiz haqida, talabalar haqida. Endi men uchun bu fakultet yangi emas. Men talabalar bilan uchrashganda ko'p aytaman. Men auditoriyalarda
Demak, oldin ham ishlaganman, chunki shu yerda o'qituvchi sifatida ish boshlaganman, dekan muavini bo'lganman o'quv ishlar bo'yicha. Keyinchalik dekan bo'lganman 15-18-yillar. Undan keyin jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti ochildi. Demak, u yerda mana Sherzodxon Qudratxo'ja ustozimiz bilan o'sha universitetni ochilishida bosh-qosh bo'lganmiz, birgalikda yelkadosh bo'lganmiz. Va hozir ham oldingi davr bilan solishtiradigan bo'lsak, demak, men ko'ryapman, fakultetda birinchidan talabalar soni ko'p, yo'nalishlar ko'p ochilgan. Ya'ni hozir nafaqat jurnalistika va axborot xizmatlari, siyosatshunoslik, sotsiologiya, xalqaro munosabatlar mana bu yildan rejalashtirildi, menejment yo'nalishi ham. Menejment yo'nalishi bu yanada joziba uyg'otadi va fakultetga qiziqish uyg'otadi yoshlarda. Talabalar kontingenti 3 barobar, 4 barobar oshgan o'sha paytdan beri. Ya'ni oldin 200-250 ta talaba bilan biz fakultetni boshqargan bo'lsak, bugungi kunda mana hozir 850 nafardan ortiq talabamiz bor. Yangilik bo'ldi. Menejment fakulteti ochilishi. Menejment yo'nalishi. Menejment yo'nalishi ochilishi biz uchun yangi bo'ldi. Yaxshi kutib qolamiz keyingi yillar. Faoliyatingiz haqida gap ochdik ustoz. Keyingi savolim shundan iboratki, rahbar sifatida qanday rahbar o'zi qanday fazilatlarga ega bo'lishi kerak va siz o'sha fazilatlarda o'zingizda ko'ra olasizmi? Endi rahbar birinchi navbatda demak xolisona bo'lishi kerak, ya'ni obyektiv bo'lishi kerak. Har qanday munosabatda, har qanday vaziyatda demak o'sha pozitsiyani saqlab bilish kerak. U yoki bu tarafni ga o'tmasdan, ya'ni kim masalan sababchi, kim aybdor bo'lishi mumkin, hamma narsani o'rganib, ikkita tarafni ham eshitib, keyin bir xulosaga kelish kerak. Haqqoniy bo'lish kerak. Ayniqsa mana shu faoliyatda talabalar bilan birgalikda. Masalan, men doim o'sha qayerda ishlamagan bo'lsam, asosan talabalar bilan ishlaganman. Talabalarni to'g'risini aytsam, birinchi o'rinda qo'yardim. Ularni huquqini, ularni qiziqishlarini. Nega desa, talabalar bor narsani gapiradi. Haligi zerikkandan kirib aytadigan narsasi yo'q. Muammo bo'lyaptimi, yoqmayaptimi, nimadir kirib aytadi. Ayniqsa hozirgi yoshlarimiz juda ham o'zini huquqlarini yanada ko'proq biladi va talab qiladi o'rnida. Adashayotgan bo'lsa, uni yo'naltiramiz. Umuman olganda shu rahbarlikni bir asosiy xislati shu xolisonalik bo'ladigan bo'lsa, haqqoniylik ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa, uchinchisi demak kommunikabilnost deydi ruscha, ya'ni muloqotga kirisha bilish, odamlar bilan gaplashish, umuman olganda diplomat bo'lish. Shu xislatlar bo'lsa, menimcha endi ko'p xislatlari, asosiy 3 ta shu xislatni o'zimga dastur amal qilib olganman. Shunga amal qilishga harakat qilaman. Demak, talabalar uchun har doim ochiqsiz, takliflar uchun, murojaatlar uchun. Yo'q, men masalan hozir mana bir 15 kun bo'lgan bo'lsa faoliyat boshlanganiga talabalar bilan uchrashyapman, auditoriyaga kiryapman. O'sha o'zimni Telegram kanalim, ya'ni ochilgan, o'sha kanalda ham tarqatdik buni. Men aytdim, bemalol istalgan vaqtda murojaat qilinglar. Mana shu binoga ichidagi muammo bo'ladimi, binodan tashqari muammolar bo'ladimi, qanday muammo bo'lishidan qat'iy nazar birinchi bo'lib dekanatga murojaat qilinglar. Agar biz hal qila olmasak, demak u hal qilinadigan idoralarga yoki boshqa instansiyalarga birga chiqamiz. Shuning uchun ham men hozir fursatdan foydalanib shuni aytmoqchimanki, dekanat eshigi doim ochiq. Ba'zi bir paytlarda bo'lmay qolsak, majlisda o'tib bo'lib qolsak, demak telefonim 24/7. Juda kech uxlayman, o'qiyman ko'p va o'sha endi hozirgi hayotim demak shu fakultet bilan bog'langan bo'lsa, bu davr demak shu fakultetni muammosi bormi, xursandchiligi bormi, shu bilan birga yashaymiz. Eshitishlaring talabalar bemalol murojaat qilib, dekanimiz bilan muammolaringni hal qilsalaring bo'ladi. Ustoz, hayotingiz davomida shu rahbar sifatida qaror qilishlaringiz uchun qanaqadir bir saboq olganmisiz hayotingiz davomida? Shu saboq sizga ta'sir qiladi har doim. Qanaqadir ma'lum bitta qaror chiqarishingiz uchun. Endi har xil keyslar bo'lgan, to'g'ri. Siz shu rahbarlik davomida masalan bir 10 yildan ortiq bo'lgan bo'lsa, rahbarlik qilayotganimga har xil vaziyatlardan har xil xulosa qilganman, to'g'risi. Chunki hayotda o'zi bu katta muallim, saboq berib boradi va o'sha qilingan xatolarni keyinchalik hayotingizda qilmaslikka harakat qilamiz. Rahmat savol javob uchun. Ustoz, mana o'z aytdingiz 15 kun bo'lyapti faoliyat boshlanganiga. Qadamingiz qutlug' keldi. Misol uchun Xalqaro jurnalistika fakultetimizning futbol jamoasi
tarixda birinchi marta universitet fakultetlararo chempion bo'lishdi. Siz paytingizda bo'ldi endi buni aytsang, o'shaning uchun qutlug' keldi deyapman. Savolim shundan iboratki, tasavvur qiling, 5 yildan keyin xalqaro jurnalistika fakulteti qanday bo'ladi? Qanaqa o'zgarishlar yoki tashabbuslar fakultet tarixini butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin? Rivojlanish bu tabiiy bo'lishi kerak aslida. Chunki vaqt o'tgan sari yaxshi nima deydi, ta'lim sifatida yaxshi nimalarga, yutuqlarga erishish uchun yoki bo'lmasam fakultetni tanish uchun albatta bir joyda turish mumkin emas. Rivojlanish kerak. Bu albatta birinchi navbatda ilmiy tarafdan rivojlanish talab etadi, o'quv tarafdan, ya'ni o'quv rejalarining takomillashib borishi, zamonaviy fanlarning kiritilishi, dasturlar, fan dasturlarining zamonaviy ko'rinishga kelinishi, ya'ni zamonaviy so'zlar, iboralardan foydalanish, ya'ni tendensiyalarni bilish kerak talabalar. O'sha narsa albatta dasturlarga kiritilishi kerak. Bundan tashqari albatta xalqaro yo'nalishda, xalqaro hamkorlik yo'nalishida ham ishlar olib borilyapti. Bu ham rivojlanishga, ertangi kunda qanaqadir yutuqlarga erishishga sababchi bo'ladi. Masalan, hozir mana yaqinda xabaringlar bor, muhtaram prezidentimiz Malayziya davlatiga tashrif buyurdilar. Shu doirada demak bizni rektorimiz ham Ilhomjon Madaminov rektorlar forumida qatnashib keldilar. Va o'sha forum doirasida bular har bir nechta universitet bilan ko'rishgan. Bejiz emas bu ko'rishlar, hozir shu natijasi o'laroq demak 50 ta grant o'rinlari ajratilgan. Bu bizning fakultetga aynan, ya'ni media kommunikatsiya va xalqaro munosabatlar yo'nalishi bo'yicha hozircha shu 3 ta yo'nalish bo'yicha grantlar ajratilgan. Bu bo'yicha hozir ishlarni olib boryapmiz. Ya'ni talabalarni biz yuboramiz, ular 3 oy davomida o'qiydi va qaytib bu yerga keladi. Shu bilimlari albatta xorijni ko'rsa, u aytayotgan universitetimiz INTI xalqaro universiteti, INTI Malayziyadagi. Malayziyada birinchi o'rinda turadi. Osiyoda adashmasam 7-chi va 8-chi o'rinda turadi. Xullas juda ham nufuzli universitet. O'shanaqa universitetlar bilan bugungi kunda biz do'stlashyapmiz, hamkorlik o'rnatyapmiz. Exchange programmalar. Exchange program ham bor edi. Ustozlarni, professor o'qituvchilarni ham malaka oshirish ko'zda tutilgan. Umumiy xalqaro grantlarda ishtirok etish yoki bo'lmasam talabalar uchun har xil yozgi lagerlar, qishki lagerlar. Asosan talabalar va professor o'qituvchilar uchun mo'ljallangan loyihalar bor, juda ko'p. Guandarmo universiteti, adashmasam Guandarmo universiteti, u Indoneziyada joylashgan. Ular bilan ham bugungi kunda mana yaxshi aloqalarni o'rnatdik. Bu yoqqa ham xuddi shu yo'nalishlar bo'yicha talabalarni yuboramiz. Ulardan bizga keladi professor o'qituvchilar. Ya'ni talabalarimizga o'sha xorijiy, o'sha nufuzli universitetlarni professorlar kelib dars beradi ertaga. Shunaqa tempda, shunaqangi ruhda hamma narsa davom ettirsa, albatta fakultetimiz yashnashi, gullashi aniq. Chunki xorijiy professorlar bu bir nima ko'rsatkich. Bizdagi talabalar bor, xorijda o'qigan ikkinchi ko'rsatkich. Ya'ni bu o'sha xalqaro reyting tashkilotlari ham aynan shu ko'rsatkichlar bo'yicha baho beradi. Ya'ni nechta ilmiy salohiyat qancha, nechta xorijiy talaba bor, nechta xorijiy talaba yo'da nechta xorijiy professor bor, bular hammasi o'sha reytingdagi ko'rsatkichlarda bor. Shu bo'yicha mana hozir milliy reytinglar shakllanyapti. Undan tashqari mana biz dunyoviy reytingga kiryapmiz. Universitetimiz xalqaro akkreditatsiyadan o'tdi universitet. O'shaning uchun kelajakda albatta katta hali rejalarimiz bor. O'shanga qadar biz harakat qilyapmiz. Tez ular amalga oshirishga. Demak, yaqin orada talabalarimizni Malayziyada ko'ramiz. Nasib inshaalloh. Keyingi savolim ustoz shundan iboratki, hayotingizni shu ta'lim sohaga bag'ishlagansiz. 10 yil oldingi talabalar bilan hozirgi talabalar o'rtasida farq bormi? Farq bor albatta. U uzoq emas, lekin baribir farqlarga avlod. Ya'ni 10 yil oldingi yosh yigit bilan hozirgi yosh yigitni oladigan bo'lsak, uni masalan shu dunyoqarashi, haligi kompyuter bilimlari da elementarniy shu haligi har xil hayotga qarashlari ham farq qiladi-da. Masalan, endi oldin bunaqa sharoitlar bo'lmagan. Mana hozir o'quv studiyasida o'tiribmiz. Bu juda ham mana hamma sharoitlar bor, zamonaviy kamera, disma, svetlar, chiroqlar, hamma narsa muhayyo. Oldinlari to'g'risini aytish kerak, bizni shu o'qigan paytlarimiz yoki 15 yil oldin, men 10 yil oldin shu fakultetga dekan bo'lganimda ham bunaqa studiya yo'q edi. Juda ham bir qaloq, abgor ahvolda edi. O'shaning uchun endi bugungi sharoitlar, shuncha sharoit yaratilgandan keyin o'qimaslik ham noto'g'ri ish. Yoshlarimiz albatta o'qish kerak,
hali Bill Gates aytgandek, mani o'g'limda albatta kompyuter bo'ladi, lekin birinchi o'rinda men unga kitob sovg'a qilaman degan. Shuning uchun kitob o'qishni hech kim bekor qilmagan. Har qanday zamonda u IT zamon bo'ladimi, axborotlashtirgan bir davr bo'ladimi, undan qat'iy nazar, demak o'qish albatta birinchi navbatda. Chunki ziyo oshadi, dunyoqarash oshadi, odamlar bilan muloqot qilish mahorati oshadi. O'shaning uchun kitob bo'lish kerak. Va endi yoshlarga bo'lingan, haligi nima deydi, avlodlarga bo'lingan Z avlod deydi, Alfa Y, hozir mana 2012-yildan beri alfa avlodda, alfa avlod. Baribir birga sal yaqinroq, lekin 10 yil juda katta u ham farq. Chunki 10 yil oldin sunniychilik yo'q edi. 10 yil oldin internet juda past darajada edi. Ijtimoiy tarmoqlar deyarli foydalanilmas edi. Hozir mana 10 yildan keyingi hozirgi davrni oladigan bo'lsangiz, demak bu oddiy holatga aylanib bo'lgan. Mana o'qituvchilarimiz ham sunniychilikdan foydalanadi hozir. Albatta unga to'liq ishonib qo'yish kerak emas. Sunniychilikka murojaat qilasan, u senga javob beradi, sen o'zingga yarasha xulosangni qilasan. Kerakli narsalardan olsak bo'ladi. Kitob haqida gapirdingiz. O'zingiz qanday kitoblarni o'qishni yaxshi ko'rasiz, do'st? Endi men ko'proq shu detektiv asarlarni o'qiyman. Badiiy adabiyotga albatta qiziqaman, badiiy adabiyot ham o'qib turamiz. Shu talabalarga tavsiya, mana yaqinda rahmat aytmoqchiman, fursatdan foydalanib yozuvchilar uyushmasiga bizga demak 600 dan ortiq nomdor yaxshi adabiyotlardan berishdi, sovg'a qilishdi, beg'araz sovg'a qilishdi. Mana biz minnatdormiz. Mana kutubxonamizda o'rin oldi. O'sha yerga tushib ko'rsanglar, hozirgi avlod shoirlari, yozuvchilari va undan tashqari mana shu Mehrobdan Choyanam yangi o'sha nimalar chiqqan haligi nashrlari, Abdulla Qodiriy bobomizning asarlari, hammasini bemalol sizlar uchun-da, buni birinchi navbatda sizlar uchun. Shuning uchun hozir o'sha bizda pastda turibdi u kitoblar, olib bir o'qib mutolaa qilsanglar bo'ladi. Xalqaro jurnalistika talabalari, shu fakultetimiz talabalari qanaqa fazilatlarga ega bo'lish kerak va shu idealga biz qanchalik yaqinmiz deb o'ylaysiz? Endi xalqaro jurnalistika fakultetining talabalari demak shu fakultetni bitirgunga qadar oddiy, masalan, videoga olish, montaj qilish ko'nikmalari. Unga bir nima deydi, o'zidan chiqib ijodkorona foydalanib, haligi har xil animatsiyalardan foydalanib tus berish, bu minimal talab. Ya'ni bilish kerak bo'lgan narsani eng minimal talab. U yog'i yuqori. Masalan, YouTube'ga qanaqa formatda video tayyorlash, qanaqa reelsda tayyorlash kerak, masalan, Instagramga yoki bo'lmasam TikTokga, Facebook talablari qanaqa. Bu narsa to'g'risida demak talabalar bitirgunga qadar bilish kerak bo'lgan narsalar va qo'lida qila bilish kerak shu narsani. Bundan tashqari albatta hozirgi kunda shu til ko'nikmalari juda ham muhim. Jurnalist mana bizdan so'rashadi, mana hozir ham axborot xizmatlari umuman yaxshi katta tahririyatlar til ingliz tilini biladigan jurnalist yoki boshqa til, xorij tilini biladigan jurnalistlar so'rashadi. PR sohasida ham shunaqa. Albatta birinchi navbatda o'zbek tili, lekin baribir qo'shimcha sifatida albatta bitta xorij tili bo'lganda bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Zo'r o'zbek tilini bilsa, masalan, yana bitta xorij tilini ham zo'r bilsa-da, yozishni ham bilsa. Albatta bu tillarga teng kadr bo'ladi. Tilni o'rganinglar o'rtoqlar, montaj qilishni o'rganinglar. Shunda hayotlaringiz zo'r bo'lib ketadi. Keyingi savolim shundayki, ustoz, talabalik davringizni aytib bering, qanday o'tgan? Talabalik davrim, to'g'risini aytsam, biz endi sal erkatoq talaba bo'lganmiz, chunki endi 1999-yilda ochilgan bu fakultet. Biz 2000-yil kirganmiz, ikkinchi qaldirg'ochmiz. Talaba kam bo'lgan, hamma o'qituvchini taniganmiz. Ular bilan qanaqadir do'stona ruhda biz o'qiganmiz. Kerak bo'lsa shu birga kafedra yoki choyxonalarga borardik. Yaxshi bo'lardi. Men o'qishimga keladigan bo'lsak, o'qishim hech qachon olachi bo'lmaganman, aytib qo'ying. To'g'ri shu 3 maylarda berardik, lekin o'zimga yoqqan fanlar bo'lsa o'qirdim. Asosan shu mutaxassislik fanlari bo'yicha. Qolgan fanlarga endi o'rtacha munosabat bildirardik, lekin bironta dars qoldirishga harakat qilmasdim. To'g'ri maktabga, haligi universitetga qatnardik, borardik. Zaydumirov rahmatli domlamiz kafe so'zi, kafedra so'zidan olingan deydi, hazillashadilar. Bir kun kafeda o'tirib, haligi kimdir tug'ilgan kuni bo'ldi.
ozgina majlischa bo'ldida, keyin shunda nomli shunaqa deb qoldi. Kafe so'zi kafedra so'zidan olingan deb hazillashib qo'yardilar. Endi Saidumirov rahmatlining juda ko'p iboralari bor, esimizda qoladi doim. Kursdoshlar ko'rishamizmi, hamkasblar ko'rishamizmi, doim shu eslab nima qilamiz. Akbar aka Nurmatov degan ustozimiz hozir mana jurnalistika universitetida dars beryapti, kafedra mudiri. Saodat opa Sulton Saidova rahmatli ustozimiz yaqinda o'tdilar. Joylari jannatda bo'lsin. Juda bir saboqlarni olganmiz. Ular u kishi dekan muavini bo'lgan. Rosa qo'rqardik. Dekanatga kirmasdik ortiqcha. Chunki opani ko'rgandan qo'rqardik. Keyinchalik bildik, u qanchalik jahldor bo'lsa, shunchalik ko'ngilchan ekanligini, qanchalik yaxshi insonligini. U olganda bizda ko'p ustozlar o'tgan endi o'sha paytda. Narza Jo'rayev, Qosimov demak, bizning ustozimiz u kishi ham shu birinchilardan fakultet ochilishda. Bu yerda Gunomdon opa borlar, Baqiyeva. Ko'p yillar Jahon tillari universitetini ilmiy ishlar bo'yicha prorektori bo'lganlar. Bizning universitet mana shu fakultetni birinchi dekani hisoblanadi. Bir yil shu yerda rahbarlik qilganlar. Undan keyin mana Saidumirov keldilar. Said akadan keyin demak Xislat Matlabovich keldilar dekan sifatida. Undan keyin Akbar aka Nurmatov, boya aytgan ustozim. Akbar akadan keyin men keldim 15-yilda. 18-yilda Amrullo Shunich keldilar. Hozir endi yana qaytib keldik. Umuman olganda qiziqarli davr bo'lgan. Talabalik davrida juda ko'p endi eslaydigan bo'lsak vaziyatlar ko'p bo'lgan. Biz shu birinchi bosqich, biz birinchi bosqich, ular ikkinchi bosqich futbol o'ynaganmiz. Endi boshlangan sentabr oyida bir-birimizni tanimaymiz va ikkinchi kurslarni biz yutganmiz. Ular har xil bahona qilib, urush janjal qilib, oxir urush qilishdi-da. 200 tacha bola ko'chada, fakultet oldida rosa ish qilib bir-birimizni do'pposlaganmiz-da. Endi bu holat oldinlari bo'lgan, hozir bu talabalarga xos vaziyat. Bu narsani takrorlash kerak emas. Bir paytlar bo'lgan endi. Men eslagan narsalarim shu. Keyin undan keyin shunaqa qalin bo'lib ketganmiz. Hozir mana hozirgacha hamma har joyda kim xorijga ketgan, kim Toshkentda ish qilib O'zbekistonning har jabhasida. Lekin shu Telegram bor, Telegramda gaplashib turamiz. Choyxonalarimiz buni yaqinda 20 yilligimiz bo'ldi. 100 ga yaqin odam keldi, kursdoshlarimiz. Amerikadan kelishdi mana maxsus Bobur Mamadaliyev Moskva nimadan keldi, Amerikadan. Germaniyadan Matluba keldi, Xorazmdan, Qoraqalpoqdan xullas butun yig'ildi o'sha yerda. Juda yaxshi tadbir o'tdi, jurnalistlar yig'ildi-da. Talabalik davrida orzularingiz qanday bo'lgan? Mana shu bitirsam ma'lum bir darajaga ega bo'laman yoki bir mansabga ega bo'laman degan orzularingiz bo'lganmi? Endi hammada tabiiy bo'ladi orzu. Maqsad sari o'qiladi. O'sha maqsadim shu sohada ishlash, obro' topish, e'tibor topish va shu qanaqadir yutuqlarga erishish, bu shu martaba yoki mansab yo'lida tabiiy holat. 20 yoshli Alisherga nima degan bo'lardingiz yoki qanday maslahatlar bergan bo'lardingiz? 20 yoshli Alisher biz o'zimiz hozir shu paytdamiz, 18-20 yoshdamiz. Ya'ni shu maslahatlaringiz bizga ham kerak bo'lib qolishi mumkin. Biz ham qanaqadir xulosalar chiqarib olishimiz mumkin. Endi 20 yoshli Alisherga nima degan bo'lardi? Shu paytda endi juda sho'x bo'lganmiz. Aytgan bo'lardimki, sal haligi bosilgan, o'zingni bos. O'zingda bo'laver, keyin haligi bari bosilganman. Vaqt o'tibdi. 20 yoshimda juda sho'x bo'lganman. Qaysi ma'noda ko'chada ish qilib, og'aylar, bu ish qilib, shuning uchun o'sha balkim asosiy aytgan gapim shu bo'lardi, ozgina o'zingni bosib harakat qil degan bo'lardi. So'nggi o'zimni savollarimdan ijtimoiy tarmoqlarda ko'p aylangan bu gap, prezidentimiz ham o'zi aytgan, qaysi gapiga diplom kerak emas, faqat kasb. O'sha ma'lum bir qisqa kadrini qirqib olishib, ijtimoiy tarmoqda aylantirishdi, universitetda o'qima deyishdi, kasb kerak, baribir ish topolmaysan, xuddi shunaqa qilib yosh avlodga yomon ma'noda propaganda bo'ldi. Sizni fikringizcha qaysi biri muhim, diplommi yoki kasbmi? Endi agar bugungi bozor iqtisodiyotdan kelib chiqadigan bo'lsak, albatta bilim birinchi navbatda. Bilim kerak, mayli u diplom bilan bo'lsin yoki diplomsiz bo'lsin. Kerak paytda masalan diplom umuman kerak bo'lmasligi mumkin. Shunda odam mutaxassis boradi, ishga ishlab ketib, uni
haligi bilim ko'nikmalari, ya'ni o'sha qo'li bilan ishlashi, o'sha sohani bilishi muhim bo'lgan ish beruvchiga. Ba'zi paytlarda diplom so'rashadi. Bu ham nima deydi, baribir 4 yillik tajriba, o'sha nazariya o'z kuchini ko'rsatadi baribir. O'shaning uchun men o'ylaymanki, har qanday holatda odam bilimli bo'lish kerak, o'qimishli bo'lish kerak. O'shanda bir haligi kerakli kadr bo'lasiz. Endi hozirgi paytda diplom olsang ishing tayin degani aniq emas, garantiya yo'q. To'g'rimi? Chunki baribir ko'nikmalarga ega bo'lish kerak, o'zi harakat qilish kerak. Bu yashil chiroq degani emas, bilib qo'yish kerak. Chunki aytyapman-ku, masalan, tanish bilish qilib kirarsiz ishga. 1 oy o'tar, 2 oy, 3 oy o'tar, lekin u sizni ishga olgan akam aytadi-ki, bu ish hech narsa bilmayapti, foyda bo'lmayapti, undan ko'ra bilimi borni olaman deydi. Shuning uchun bu jihatdan diplomga erishish bu bironta ishga kirdim yoki bo'lmasam qanaqadir keyingi bosqichga ko'tarilaman degan emas. O'ziga bog'liq. Talabaning o'ziga bog'liq. Bilim olsin, marhamat, xohlagan joyda ishlasin, xorijda bo'lsa xorijda ishlasin. O'zbekistonda mana hozirgi kunda oyliklarimiz ham ancha oshdi. Munosabat boshqacha bo'lyapti. Xorijga ketganlar qaytib kelyapti. Bu yerga nechtasini taniyman. Xorijda yurganlar aynan bu yoqqa kelib, yaxshi ishlarga ishlab, yaxshi oylik olib, oilasini boqyapti. Yaxshi. Rahmat javob berganingiz uchun, ustoz. Bitta rubrikamiz bor. Ma'muriyatdan kelgan savollar, murojaatlar anonim tarzda beriladi. Shu ko'rsatuvga tayyorlanayotganimizda fakultet bo'ylab yurganmiz. Shunaqa ustozimiz dekan bilan suhbat qilmoqchimiz. Savollaringiz bo'lsa beringlar deganman. Xo'p deb berishgan. O'shalardan bir nechtasini o'qib beraman. Murojaatlar tushgan, ustozlar uchun, ma'muriyat uchun workout zonasi tashkil qilish. Buni aytishda rektoratga ham, boshqa joylarga ham chiqilgan, qilib berilamiz deyishgan, baribir savollari qolib ketmasin, baribir berib qo'yapman. Nima deysiz shunga? Workout masalasi bo'yicha rektorimiz Ilhom aka bilan gaplashdik. Bu masala haqiqatan unda ko'tarilgan ekan. Ya'ni uni o'zi aytmoqchimanki, Ilhom akaning xabari bor rektorimizni. Demak, mana shu haftalar hal bo'lib qoladi. Shu haftalar hal bo'ldi. Buyurtma berilgan. Haligi joy aniq qayerda bo'lishi, fakultetda shu hududida joyini ko'rsatishdi. U yerga chiroyli qilib shu sport nimalarini o'rnatamiz, xudo xolasa. Demak, kutib qolamiz. O'zgarishlar bo'lishi yaqin. Yana bitta savol bor. Ustoz xususiy universitetda ham faoliyat yuritgansiz. Shunda so'rashgan, xususiy universitet bilan davlat universitetida ishlash farqi qanday? Qanaqa cheklovlar bormi, erkinliklar bormi? Shu haqida gapirib bersangiz. Endi men xususiy universitetda, bu yerga kelishda xususiy universitetda dekan edim. Endi xususiyati bor. Masalan, xususiy universitetning o'zining xususiyati bor. Davlat universitetlarining o'ziga yarasha xususiyatlari bor. Albatta, davlat universitetining ustunliklari ko'p. O'sha qat'iyatlik, ya'ni baho masalasida boshqa yo'nalishlarda. Endi xususiy universitetda ko'proq shu ta'limga biznes sifatida qaraladi-da. Rahbariyat aynan shu biznes sifatida qaraydi, lekin bu yerda pastki bo'g'inda ishlayotganda ular o'sha ya'ni ijod tarafdan, dars sifatida, fan sifatida haligi talabalar bilan ishlaydi, ularga saboq beradi. Kerak bo'lsa o'sha darsga kelmaganligini belgilaydi hemizga yoki baho olmaganligini belgilaydi. Shu jarayon ketaveradi, lekin haligi boshqaruv, ya'ni rahbariyatni qarashlari xususiy universitetda aytganda shu biznes sifatida bo'lgani uchun ko'proq shu pul tush masalasi, talabalar soni ko'proq qiziqtiradi ularni. Albatta, endi davlat universiteti bo'lganda bu yerda kvotalar bor, belgilangan kvotalardan ortiqcha olinmaydi. Bu yerda shu kvota masalasi ham kengroq kelsa nima qilib olaveradi. Shuning uchun shu nuqtai nazardan erkinlik, bu yoqda ko'proq erkinlik, shu ortiqcha nima yo'q. Nima deydi? Har xil nimalardan keladigan topshiriqlar juda kamroq, lekin shunday bo'lsa-da, mana davlat universitetida baribir obro' nuqtai nazaridan ham, umuman olganda ishlash nuqtai nazaridan ham
Rahmat ustoz. Talabalardan ham savollar kelgan. Fakultetimizda kanalga e'lon berganimizda anonim tarzda o'zlari 1-kursdan 4-kursgacha tortib har xil savollar kelgan. Shulardan sizni savolga tutaman. Xuddi shunaqa ma'muriyat berganda yana bir murojaat qilishgan. Fakultetimizda oshxona ochilish masalasi. Endi ochiqchasiga aytish kerak. Mana men endi kelganda bu jarayon boshlangan ekan. Kelishda oshxonani bu hozir anaqaga qo'yiladi, savdoga qo'yiladi, ochiq savdoga, ya'ni nima deydi uni, tenderga qo'yiladi. O'sha tenderda bironta tashkilot, yuridik tashkilot yutib oladi va keyin keladi, shu tashkilotga kelib ko'radi, o'zini shu anjomlarni olib kelishi, texnikalarni olib kelishda nimadir sabab bo'lib to'xtadi u proses. Keyin shu surishtirsak, shu iqtisod tarafdan muammolari bor ekan, hozir shu muammolarni gaplashishyapti. Menimcha u ham natija bo'lib qolar, chunki endi bu rektorlar darajasidagi masala, rektorat bilan hozir bu masala hal bo'lyapti. Birinchi kurslar boshida ikkinchi smen bo'lishlarini eshitgandan keyin ko'p e'tirozlar bo'lgan. Voy, ikkinchi smen ekanmiz, vaqtimiz o'tib ketadi deb. Shunaqa savol tushgan, ikkinchi kursdan ertalabki smenada o'qiymizmi deb. Birinchi kursdadanmi? Ikkinchi kursdan, shu birinchi kursdan ikkinchi kurs bo'ladi keyingi yil. Ikkinchi kursdan birinchi ertalab o'qiymizmi? Mayli, uni ko'rib chiqamiz. Hozir endi biz asosiy sabab, ya'ni bu yerdagi sig'imdan-da, ya'ni binoni sig'imidan kelib chiqqan holda shu qarorga kelingan. Endi hozircha o'qib tursa, mana bu yo'q endi bahor, kunlar uzaydi, qaytanga haligi ertalabdan hali yoqmaydi-ku, bir xil talabalar uyg'onib, ha desa uxlab qoldim deydi. Yarim soat kechga olib keladi. Undan ko'ra uxlasin, azar keyin tursin, kitob o'qisin va soat 1da sekin kelaveradi universitetga qarab. Jurnalistik sohada eng qiziqarli tajribangiz haqida so'rashgan ekan. Shunday tajribalaringizdan birini bo'lsangiz. So'rovnoma o'tkazganimiz. Biz o'sha paytda analitik material tayyorlashimiz kerak edi. ITAFAKT degan ijtimoiy tadqiqotlar agentligi, FAKT nomlanadi. O'sha yerda biz jurnalist sifatida qatnashganmiz. Bu paytda magistraturada 2-kursda o'qirdim. Shu paytda butun respublikani deyarli aylanib chiqqanmiz. Biz o'shanda AIDS kasalligiga chalingan insonlar bilan uchrashganmiz. Ularga savol berganmiz, o'sha ma'lumot yig'ganmiz. O'shanda endi qiziq voqealar bo'lgan. O'sha experience o'sha menda juda katta taassurot, shu hayolda nima deydi, taassurot emas. O'sha haligi doim eslab yuraman. Qayerda bo'lmasam, shu sohaga yaqin gap bo'lsa, nimadir keysni keltiraman o'sha yerdan. Endi u paytda yosh bo'lganmiz. Juda qiziq bo'lgan bizga o'sha jarayon. Keyingi savol, maqola yozish va notiqlik bo'yicha to'garaklar tashkil etib beriladi deb iltimos qilishgan. Juda yaxshi taklif. Buni albatta agar kelishsa oldimga gaplashib bir yo'lga qo'yib olamiz. Notiqlik bo'yicha bo'ladi, juda muhim hozir. Mana oratorskiy iskustvo deydi rus tilida, notiqlik san'ati. Maqola yozish bo'yicha ham bir to'garaklar ochamiz. O'z zamonimcha bo'lishi kerak. Men nima surishtirib ko'ramiz. Bo'lmasa buni tashkillashtirish muammo emas. Albatta tashkillashtiramiz. Xo'p, eshitilaring, savolni jo'natgan inson ham biz ham bilmaymiz kim buni yozgan. Bemalol kirib, dekanimiz bilan suhbatlashib maslahatnosilaring bo'ladi. So'z oylik daromadingiz qancha deb so'rashibdi. Baribir shaxsiy savol. Savol javob bermaslik o'zingizga bog'liq. Hozir kunda oliy ta'lim tizimida juda yaxshi oyliklar. Oylik yuqori darajada. Boshqa bir nimalar bilan solishtiradigan bo'lsak, yo'nalishlar bilan yaxshi, xullas. Xo'p. Ko'p oylik. O'zi uchun bergan odam o'zi uchun taxminan hisoblab olasiz. Xo'p, ustoz shunaqa savol kelgan. Siyosatshunoslik, sotsiologiya va xalqaro munosabatlar yo'nalishi xalqaro jurnalistika ichida ekanligi qanaqa fikrdasiz? Biz ham shuni haqida o'yladik. Dunyo tajribasi bo'yicha siyosiy fanlar fakulteti ichida xalqaro jurnalistika yo'nalishi bo'lishi mumkin. Lekin bizda xalqaro jurnalistika fakultetining ichida siyosiy fanlar kafedrasi o'zgartiriladi. Endi mayli, to'g'ri, masalan, dunyo tajribasini o'rgangan bo'lsalar, lekin bizda
birinchi navbatda bu fakultet xalqaro jurnalistika fakulteti bo'lib ochilgan va o'sha an'ana sifatida demak bosh sifatida xalqaro jurnalistika turadi. Qolgan mana shu aytgan yo'nalishlaringiz bu o'sha fakultet ichida. Bu hech bir noto'g'ri yoki nima deydi yomon narsa emas. Bu bir ikkinchidan talabalarga yaratilgan sharoit birinchi navbatda muhim bo'lishi kerak. Bu qaysi fakultet, qaysi yo'nalish tegdi yoki qaysi bosh emas. Mana siyosatshunoslik, politologiya nima deydanligi, xalqaro munosabatlar va sotsiologiya. Yaxshi dars o'tilyaptimi? O'sha qiziq bo'lsin talabalarga. Darsning sifati qiziq bo'lsin talabalarga. Muammo bormi, kelib yetsin. Muammo yo'qmi? O'sha haligi odatda ko'proq shu muammo yo'qligidan har xil shunaqa o'y fikrlar, savollar kelib chiqadi. U haligi qat'iy nazar, talaba ertaga bitiradi, ketadi. O'shaning uchun o'sha talabalik davrida bilimini olsin, o'qimishli odam bo'lsin, ro'pararosa shu ziyoli insonga aylansin. U fakultetning tuzilishi, strukturasi u biz o'zimiz hal qilamiz. Ko'rib chiqib, uni hal qiladigan insonlar bor o'zi. Xo'p, keyingi savol starostalar manimcha bergan. Har bir guruhda starostalar bor. Ular o'zini o'qishdan tashqari yo ishdan tashqari starostaga guruh ishiga vaqt ajratadi. Qiyin emas, lekin ularni ham rag'batlantirib turish kerakmi? Taklif bermoqchiman. Ya'ni eng yaxshi starostami degan ma'noda so'rashganda shunaqa bo'ladi. Unaqa tanlovlar o'tkazamiz. Mana endi boshladik. Yil o'sha guruh sardori deymiz endi, guruh sardori. Masalan, albatta bu motivatsiya bo'ladi boshqalar uchun ham. Moddiy tarafdan albatta qo'llab-quvvatlab kelingan, menimcha shu paytgacha ham muammo emas. Va endi starosta deymiz, ya'ni guruh sardori bo'lgandan keyin ozgina o'sha patriotizm ruhi, ya'ni ozgina hamma ham starosta bo'lavermaydi. Ozgina shu kuyingan, ozgina achinadigan, shu sohaga, men fakultetni o'ylaydigan, kerak bo'lsa shu yurtning farzandi, men shu ozgina hissamni qo'shaman degan insonlar demak shu guruh sardori bo'ladi. Bu degani qolgan talabalar unaqa emas degani emas. O'shalar ichidan bular ham o'sha ajralib chiqadi. Qolgan savollar mazmuni bir-biriga o'xshar ekan. Menimcha yetarli bo'ldi bular. So'z bitta jihatga ahamiyat berdim. Yuqorida rahbarlik fazilatlariga savol berdim, fazilatlar haqida. Siz boshqa talabalarga ham ahamiyat bergan, suhbatlashayotganimda aytishgan, tadakan har xil kostyum kiyadi, did bilan ahamiyat berishadi. Bir kun qora bo'lsa, bir kun boshqacharoq. Hali bir xil emas, galstukka ham ahamiyat berishgan, soat aksessuarlarga ham ahamiyat berishgan. Shu narsalar ham shu rahbarlik fazilatiga kiradimi? Albatta, endi talabalarimiz sinchkov, rahmat. Lekin albatta bu mana baribir aytadi-ku, rus tilida aytadi, встречает по одежке, провожает по уму deydi. Ya'ni kutib olganda kiyiming usti ko'rinishing bo'yicha kutib oladi, lekin kuzatganda biliming bo'yicha kuzatadi. Rahbarda bu ikkinchi kuzatuv marosimi ham anaqa bo'lishi kerak, qanaqa bo'lishi kerak? Ya'ni o'sha kiyimiga mos bo'lishi kerak. Ya'ni kiyim oldingmi, galstuk kiydingmi, kostyum kiydingmi, biliming ham shunga yarasha bo'lishi kerak. Shuning uchun endi albatta rahbar oldiga har xil odam kiradi, talabalar kiradi, ota-onalar keladi. Qani mana talabam, o'g'limni yo qizimni degani kim ekan? Shuning uchun bu tashqi ko'rinish juda muhim. Imijga ta'sir. Albatta imij bo'lishi kerak. Har bitta insonning o'zining imiji bo'ladi, fishkasi bo'lishi kerak masalan. Kimdadir mana bu galstuk taqadigan to'qong'ich bo'lishi mumkin. Kimdir soat taqadi, kimdir telefonga qiziqadi. Masalan, Beruniy Alimov ustozimiz bor. Ular bilasizlar nima taqadi? Galstukni babushka. To есть shu bilan tanilganda. Shuning uchun hammada o'ziga yarasha bir qanaqadir fishkasi bo'ladi, shunga amal qilish kerak bo'ladi. Rahmat javob berish uchun. Ustoz, keyin yana bir narsa, talabalar ham endi ras dekanni kuzatgan ekan, kostyum galstuk yurishini o'zlari ham albatta shunga yarasha kiyinish kerak, dekaniga yarasha bo'lish kerak. Chiroyli bo'lib kostyum shunday kiyib kelsa yaxshi-ku. Masalan, haligi men ham endi bir xillarda yaxshi ko'raman sportивный kiyinishlarni. Nima deydi, krossovkada. Shanba kuni ham hattoki o'zimga shuni nima ep ko'rmayman. Balkim kimdir kelib qolar, ota-onalar kelib qolar, talaba kirib qolar, endi dekan bunaqa ahvol o'tiribdi demasin deyman. O'shaning uchun fursatdan foydalanib mana bu endi bu majburiy emas, hammamiz bilamiz.
lekin shu oliy ta'limga mos, fakultetimizga mos bir chiroyli kiyinib kelsa, masalan, hammaga yoqadi. Biz ham masalan ko'rib xursand bo'lamiz ichimizdan. Rahmat javoblar uchun ustoz. Suhbatimiz samimiy bo'ldi degan umiddaman. Bu kuzatuvchilar ham, talabalar ham o'zlari baho berishadi. Sizga katta rahmat ustoz, vaqtingizni ajratib. Bilamiz, ish vaqtingiz juda tig'iz. Shu vaqt ichidan ham bizga vaqt ajratib kelganingiz uchun, fikrlaringizni, tajribangizni aytib berganingiz uchun rahmat. Juda minnatdormiz. Sizlarga rahmat. Shu loyiha demak davomli bo'lsin. Talaba va dekan va talaba va prorektor, bu talaba va rektor mana shu studiyada men o'ylaymanki, hali ko'p odam mehmon qilasizlar, ko'p odamlardan intervyu olasizlar va sizlar ham ijodiylarda mana talabalik davringizda o'sha sohaga qiziqib, mana mustaqil videolarga olyapsiz, mustaqil intervyu olyapsiz. Bu ham katta yutuq aslida. Bu ham tajriba, bu ham maktab. Ertaga ajab emas, 15 yil, 20 yildan keyin sizdan aynan xuddi shunday intervyuni siz talabangiz oladi. Rahmat Imron, sog' bo'linglar, yigitlar, rahmat. Xullas, xalqaro jurnalistika talabalari, kurpadoshlarim, kursdoshlarim, ko'rdingiz, dekanimiz bilan suhbatimiz samimiy o'tdi. Alisher Jumanazarovich haqida ko'p narsa bilib oldik. Hayotiy tajribalari, ko'nikmalari, qarashlari, xullas hammasi yaxshi bo'ldi. Fikrlaringni kommentariyaga qoldiringlar, like qo'yinglar. Umuman aytganda jamoami va o'zimni podдержка qilsalaring, xursand bo'lamiz. Keyingi sonlarda suhbatdoshimiz kim bo'lishini ham kommentariyada qoldirib ketsalaring, fikrlaringni o'qib, inobatga olamiz. Omad biz va sizni aslo tark etmasin. Ko'rishgunda, ko'rishguncha. Rahmat.